keler ezelden Quyoşdek yıldız aynidir Şuna bakıp keler ezelden Quyoşdek yıldız aynidir Yaman bulsun demez anılar Fakat kıyar perzentliğe Yaman bulsun demez anılar Fakat kıyar perzentliğe Tavlası deydu atılar Bazıda taş koyup köksüge Tavlası deydu atılar Bazıda taş koyup köksüge Aileden taralgan mihir Yurtudu alem tütkün Aileden taralgan mihir Yurtudu alem tütkün Ata kılsa süygüge təqdim Sadaqatke tolgan bir kümün Ata kılsa süygüge təqdim Sadaqatke tolgan bir kümün Yaman bulsun demez sanılar Fakat kıyar perzentliğe Yaman bulsun demez sanılar Fakat kıyar perzentliğe Tavlası deydu atılar Bazıda taş koyup köksüge Tavlası deydu atılar Bazıda taş koyup köksüge Körüvatqınыңlar Leyanda Şaptul meğisi çaş quvvatlaş malhimi qatarlıq yürüşlük mahsulotlarni bozorga salgan DKI Leyanda gırımçılığı alohida qo'llagan tor televiziya filmi tartılmagan suratlar. Yeşil Göğer Moni Enzim. Yeşil Göğer Enzim oruqutish içindeki beden güzelleştirish meyi. Xanım qızlar maxfiy parvish yurishlik qatorliq mahsulotlarni bozorga salgan Yeşil Göğer xalqaro savdo cheklik şirkati filmimiz bilan hamkorlashgan. Filmimizni Mangul tazliq kampiti, Mangul ko'z hakimasi, Mangul sog'lomlik o'qisi qatorliq hozir mahsulotlarni bozorga salgan Mangul Guangzhou xalqaro savdo cheklik shirkati alohida talab qilgan. Ruhluq ve coşkun keyfiyat ruhi halatinizning namoyandasi. Yeger ichimlikni sizmi yaxshi ko'rgansizda? Malla emas, hammamiz yaxshi ko'ramiz, uka. Hammamiz yoqtirib ichadigan ichimlik Yeger. Yeger vitaminlik energiya ichimligi. Vaytaq yana ba'zilari var qara. Yanchiqo'g'i shundalı 4 tanga kirdimi? Atisilam qara. Uyamni, otalarimni, yurtimni seg'inib ketdim deb qo'paplam lekin menib ketaverdi qara. Shokat akam bir kuni Shohrat deydigan bir o'g'lonni boshlab ketdi. Ukam, mushu Yeziglik universitetini bitgan bolati, mushu shirkatingda bir ishlab qolsa deb. O'g'ilval deganda vaqo, bir izlanish ro'yibimiz qat'iy bo'lmaydi ekan. Heliqi bola o'zining yutida 1 yildan ortiq vaqtni bekordan o'tkazibdi qaranglar. Ota-onasini qap qolganligini ber demayli qo'yay. Vaqtlar kasbi bizga mos keldi ekan deb ishlasam ishiltay deb. Ukam, bizning G'uljida sutchilik korxonamiz bor. Shu yerda ishlamsa desam, aka, mening o'sha Urumchida ishligim bor deydi. Da o'ylab, bo'pti. Ishlasam ishiltay deb. Ma'qul ukam, unda bo'lsa bizning shirkatning bir zavodi bor. Shu yerga berib ishlasang qanday bo'lar desam, aka,
Men oliy maktabni bitlagan bo'lsam, o'sha zavod ishlamdim deydi. Ukam, oliy maktabni bitlagan bo'lsang nim bo'ladi? Zavod ishlasang bo'ladi-ku. Yaxshiroq ishlasang, undan keyin seni bir obdiraq yo'rkab qo'ymamdim, desam. Aka, bo'lsa meni bir shirkatingizningki ishxonasiga o'rlashtirib qo'ysangiz deydi. G'o'sh, ochiqim kelib ko'zga tikilib qarasam, yerga qarab kemirini tatlab turdi. Bu balaning otasi qanday qadamlar ekan? Voy, noyti yavaş oq ko'ngil odamlar ekan. Balasining dardini xilil tatibdi jumolar. Keyin qanday bo'ldi? Qanday bo'ldi Tevka? Shu shirkatning ishxonasiga o'rlashtirib qo'ydim shu. Xato qilsa uka buni. U nima desa ma'qul davrg'ash nima desa? Bundaqsan yomon yutib qo'ysa uni. Samatga gayda ishlar ashna bo'lib qoldi ekan qara. Lekin bu bola shirkatda xil yomon emas ishlayotdi juma hozir. Onsiz talablarni qo'ygandan xijil bo'layotganda qachon? Bizning shirkatda nurg'un oliy maktabni bitlagan bolalar ishlayotganligi uchun jim bo'ldi deyna. Ha, bo'pti. Bir mezgil ishlab boqmamdi. Qog'ini o'ziga bog'liq. Inson o'z taqdirini o'zi belgilaydi emasmi, ha? Noyti to'g'ri deding qara. Agar igilik tiklayman deb belini chingli bog'lasa, yoshlarga yo'l kengruva hozir. Mushunda yaxshi siyosatlardan foydalanmay, yolg'on yovdoq gaplarga ishinib yursa qanday bo'ladi deyman. Odam degan o'zining qadr qimmatini qilib yashash kerak-da. Eliq Sho'krat degan bola kelib qishimga. Aka, yurtimdagi bir bilan birlashib korxona quradigan bo'ldim deganda, o'sha xo'shalchiligimda ukam, nayt yaxshi qilsa, men seni qo'llayman debdim qara. Sametga ağaç otur. Ala. Shoir. Bugun nayt mol katı dastan hazırlapsa cuma. Rahmat sana. O'ylaymanlar emas. Mana bugun sanam odamni o'z tushunsidan oldinglarga oddiygina dasturxon yeyib qo'ydik. Oddiy ko'may, hammanglarning kepaginiga ko'pdan ko'p rahmat. Qanimda bo'lsa hammanglar bir qadahdan bir ko'tarib o'tgan bo'lsa. Rahmat. Rahmat ukam. Bilemsiz Polat. Nemin deysiz? Men bugun xushal. To'yning yaxshi bo'lganligidanmi? Umuba ikkimizning bugünkidek uzun paranglashib ma'mig'imizga xili bo'lib qopti ekan. Yoshlik vaqtlarimizni eslab sal hayajonlanib qoldim. To'g'ri deysiz sana. Siz degan yoqi men shuni his qilib qoldim. Bu kunlar nima degan ishtik o'tgan-a? Shu emasmi? Siz bilan birga nafaslangan u havoni hech qanday qiyaning ovoziga tan qilmayman jumu. Xuddi men sizni hech kimga tan qilmaganga o'xshashma? Chaqchaq qilma. Bugun mashina yetmaysiz. Sana yo'l xili bor deyman. Bilaman. Xo'p. Kechirsiz. Men sizni bir yerda ko'rgandeklam qilaman. Lekin nada ko'rganligimni eslamay qoldim xonim. Shundaqmi? Balkim birasib o'xshatib qolgansiz efendim. Balkim shundaqdir. Nega maqdingiz? Shanxayga. Shanxayga.
sayohat qilib menga o'xshamabsiz. Yo'q. Men ko'pincha shu yerda turaman. Menmi Shanxayda turg'ili shuncha uzun yillar bo'ldi. Ajab sizni uchratmabdi ekanman. Men Shanxayga bog'li ancha uzun bo'lmadi bandim. Bu yer bir shirkatim bor. Ailem bu yerda bo'lg'achqa asos jihatdan berib kelib turaman. Kechirsiz. İsmingizni so'rsam bo'lamdi? Ismim Sanam. Sanam. Mening ismim Murat. O'zim bir karxanchi. Ko'pincha vaqtlarda Shanxayda turaman. Agar yordamim kerak bo'lib qolsa, meni izlang. Rahmat. Bu mening ism kartochkam. Rahmat. Sizden bir iş sorsam bulam nima? Emas. Fatime apam cho'nchayli qizining deb qo'ygan oltin zibzinatlar ko'rinmaydi go. Yaxshiroq bir qo'ying degandek ismda sizga. Allaqachon o'rnini tip bo'ldi. O'rnini? Nima o'rnini? Nadiki o'rni bo'ladi, nadan kelgan bo'lsa shu yerdagi o'rnini. Amdi tushungansiz? Ha. Fatime apam olib ketdi-da ularni. Ularning orasida opamning bir oltisimi yo'q. Hammasi haqdan oriyat og'am. Haqdan? Ha, haqdan. Haqning oldida obro'yingizning to'kilib ketishini xohlamaydigan bo'g'aydingiz. Shunga haqning narsini o'zimizning deb obro'yini o'stiradigan gap shundoq. Chiqib o'nrolar jiqqanjimi sizlarni? Ho, xo'jam. Ağzınızı çaqitib gap qilingmi? Yunrijiq desa bag'u, mana sizlarni ko'zitib qo'ysak bo'ldi haqqa. Birdam choy ishkizmasak bo'larmikin deyotgan. Birdam to'yda isrofchilik bo'lmasin deyotgan. Yana deb bag'u, mana mushini deymiz, bilamsiz? Ha, bilmaxini bilmamdigan. Sizlarni qatqanlar 100 to'g'ri. Bo'ldimi? Ha, undaq o'rningizda turing. Cho'larni kilg'anni unutib qolmagansiz? O'tirsiz-ku. O'ltamay uchamdi. Kim kas kamamdi? Na qozon. Na go'sh. Sap qo'ysangiz qaynaverdi. Ha, haqni ko'rsa, qaynamayman deb to'xtab olmaydiganda qozon. Uyning ishini xotin kishi qilib taqsim qilib bermaganda hech kim. Shunga yig'ishtiravering. Kiyimlaringizni men yig'ishtirib beramtimamsa, qo'lingizni bog'lab qo'ymaganda birasi. Uyda tositman deyotgan gapingizni qarang sizdan. Desam nima bo'pti? Xatoma gapi. Arayollar baraver degan quruq gap emas-ku. Sening ishing, mening ishim deydigan haqqingiz yo'q sizning. Meni rozi qilman deb to'y qilgan bo'g'aydingiz men bilan. O'zingiz-ku yilitilla tilimni og'irtayotgan. Ha, ma'qul. Undaq uyning ishini hamini men qilay. Ha? Siz mustaqilligingizni almashtirib o'tiravering. Qilib? Har kishi degan yukning eg'ini ko'tardi shunda. Aqlli qadigan. Eshakdek ishlab xotinni beshig'ab ko'tardi. Bilamsiz? Bilmabdiman, xinam. Kelaman mening ustimga men eshak bo'lay. Ha? Hey, nimda setolisiz? Uramsiz meni? Hey, takallashmay o'rningizdan turing. Eli yengam kel set turdi deyman. Uyni tozalashtirlar. Uy pok turmamdi. Ha, tozlig'ingiz bo'lsa tozalavering.
Yaxşı dolam. Yaxşıyız. Sen tövbe ton. Azada oturman yenge maz kirme. İldar, nana görünmeydi ofkam. Tüne günden beri micazı yok. Nim boldu ki ta ayıdı birden kolu deyip yatıdı. Ne boğandı o kızga. Bugün çoğlar kemek tutup dike asli ya. Ben bir çıkıp karab bakay özüm. Ana uxlab qapti ofkam. Qarasam qizitmisi hech o'rilgandek emas. Shunda bo'lsam doktorxonaga olib borib baqamdiq ya. Birden xulası tüzlüp kula yenge. Uyning havosini atdigan bir almashtirib etgan bo'lsangchi. Şu uyda bir ağrıp ya sıpıt kolunuz çıkıp gelmeydi ki yenge. Onun üstüge nana akşam altı gibi kalmasın da ben sırap. Havam isib qoldi ofkam. Hech qisi yo'q derizlarni ichvasak. Oşt. Kim so'raqchi qo'y deysin, ne? Dümlemdik, açamdik, nimkarang de. Özangning uyining derizini ichvag'ini acha. Uyining havosi buzilib ketibdi deydi, he. Orunduk yenge, orunduk. Çıkış gittim. Ansirman yenge, üyüz ölüp küsüm uyanadek emas bu. Nima etishimizni bilmay yenge. Ko'ktatma ayilib kiray. Yo'q, bozor men chiqay. Tamoq kerakli ko'ktatlarni siz bilmaysiz ukam. O'zim olib kiray. Undaq bo'lsa men olay. Mamira. Nimişki bundaq qilasiz? Nimişki yengemni ko'zingizga ilmaysiz? Nimişki kasal odamda ketib olasiz? Ota-onamni uyimizga kelishni xalomatga o'xshamamsiz? Mustaq qilsangiz o'zingizga yaxshimi? Ko'ziga ilmayotgan menmi yoki yengingizmi? Ha? O'zi ichi pokiz bo'lib ketganini ko'rmamdigan o xonimning. Men pokiz bo'lmagankin, nim deb men bilan to'y qilgansiz? Aşı pakiz yengangiz bilan birga kutib eling mehmonlaringizni. Ota-onangiz 20-2 yilga o'xshamamdi uyimizga. Tamoq eta oladigan yengingiz qasunmi shu edi? Men-chi qara. Ota-onamning uyiga berib, damab kelay. To'xtam, nega borsiz?
Çoğunlar uyumuz mübarekle kılımız davası nimunda tətürlük kılısınız. To'g'ri, men shundoq ta'tir. Faqat sizlar o. O'zingizga o'xshash o'ngdan birini tepilib, obdan kutib olasiz qadrdonlaringizni. Ta'tir odamni nima ish qilsiz ularga ko'z tutib? Qo'yib bering a. Ular kelishdan burun o'zimga o'xshash ta'tirlarning yiniga berib olay. Yani numuz qilsam-chu. Nega borsa deyman? Ha? Nega borsa? Ota-onamni bo'lsin ayısa almamda. Gaqib bersa, bundoq yo'lsizlik qilaversa. O'zi ko'ra qoldingmi, ig'irlik qilsam? Qo'lim qo'shlarni oldi yuzimni yaqilgan bo'ldingmi sen? Ura. Nochi bo'lsin, ura. Ota-onamga tamoq yeb bermagan xotinni urib o'ltirver. Urib. Yakamni qo'yib ber. Tarbiya ko'rmagan hayvon! Sen terbiye ko'rgan bo'lsang, ota-onamning oldida malaylik qilmading deb meni mushunda xorlamdi. Bu filmimizni pokizlikning elchisi, cho'ng kichik ayol hammalarga mos keladigan Leyanda tushirish purkimiz qatorliq yo'nishlik mahsulotlarni ishlab baslab sağan DKI Leyanda kirimchiligi alohida qo'llagan. Her xil tipdagi el-ravan post apparatlarida Yunshanfo, Undidar, Alpayda skanerlab pul to'lash, bank kartasini surtish kasbi, her vaqt her joyda avtobus kartasi, tok kartasi, qatnash jarimanasi, telefon puli, poyezd bileti, hem telegraf kartasini becerish qatorliq xalqqa qulaylik ko'p iqtidorlar bo'lishdan boshqa, banka birlashmasining Yunshanfo kasbini ishlatib, ko'plagan e'tiborlarga erisha olasiz. El-ravan post apparati tijorat va turmushingizdagi eng to'g'ri post apparati bo'la oladi.